musulmonlarda bir orzu bo'ladi. Bir tilagim bo'lsa-yu ijobat bo'lsa. Menda shunday duo bo'lsa-yu, u mustajob bo'lsa. Hammada shunaqa narsa bo'lar ekan. Hazrati Musa payg'ambarimiz alayhissalom ham shunday o'ylab yurar ekanlar. Bu kishimga Alloh taolo bilan gaplashish nasib bo'ldi. Shunda so'ragan ekanlar: "Ay Robbim, menga bir duo o'rgatsang, men buni aytib yursam, senga duo qilsam shu bilan, bir zikr o'rgatsang, men shu bilan seni eslasam, shunday bo'lsa-ki ijobat bo'lsa." Biz o'zbeklar duo deganda Allohdan bir narsani so'rashni aytsamizda, falon narsa ber, piston narsa ber deb aytamiz, ha? O'zi duo deb gaplashishni aytadi. Alloh taolo aytadiki: "Ey payg'ambarim, sizdan men haqimda so'rashadi. Ularga ayting, men yaqinman. Menga gapirsa, men uni qabul qilaman" deydi. Shu duoni Musa payg'ambarimiz so'rayaptilar. Shunda Alloh taolo aytgan ekanki: "Ey Musa, la ilaha illalloh deng." Bu kishi aytdilar: "Ay Robbim, senga iymon keltirgan kishi borki, hammalari aytadilar buni. Meni bir duo bilan xosla. O'zim bilay, o'zim shu narsani vazifa qilib yuray" dedi. Shunda Alloh taolo aytdiki: "Ey Musa, qul la ilaha illalloh. La ilaha illalloh deng. Agar 7 qat osmonni ahli bilan, 7 qat yerni ahli bilan pallaning bir tomoniga qo'ysangiz, u la ilaha illallohni bir tomoniga qo'ysangiz bosib ketadi" dedi. Xudo salomat qilsin. Bir ustozimiz aytgandilar: tahorat qilayotganda aytadigan zikrlar bor. Masalan, yuzingizni yuvsangiz: "Ey Robbim, qiyomat kuni meni yuzimni qaro qilmagin." Qo'llarini yuvayotganda: "Ey Robbim, qiyomat kuni kitobimni o'ng tarafimdan bergin. Oyoqlarimni dinda sobit qilgin" degan duolar aytasiz. Domla aytgandilarki, bu duolar yaxshi, lekin la ilaha illallohga yetmaydi. Shunda men odat qildimki, har tahorat qilganda la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deyaveraman. Hozir tahoratni yarmiga borganda bilib qolaman, tilim aytayotgan bo'ladi. Tahorat boshlaganda tilim uni boshlaydi, men unga ixtiyor qilmasam-da. Tushundingizmi? Shunga odatlaninglar. Juda ham ajoyib narsa. Har bir insonning qalbidagi orzusi bo'lgan, meni shunday bir duoyim bo'lsa-ki ijobat bo'lsa, shunday zikr bo'lsa-ki Alloh meni xoslasa deganga Alloh taolo shuni aytgan ekan. Xo'pmi?